Rangsiz gullar serialining yangi 70 qismi 2025 yil 14 noyabr kuni soat 21:45 da Sevimli TV kanalida namoyish etiladi. Bu sana tomoshabinlar uchun yana bir his-tuyg'ularga to'la kechani va'da qilmoqda. Chunki har bir qahramon o'z taqdiri bilan emas, balki yuragidagi jarohatlari bilan ham kurashmoqda. Rangsiz gullar bu oddiy doston emas, bu hayotning ozi. Har bir sahna, har bir so'z inson ruhining eng nozik torlarini chertadi. Ssenariy mualliflari yana bir bor tomoshabinni hayratda qoldira oldi. Voqealar rivoji, kutilmagan burilishlar va samimiy hislar har lahzani yanada jonli qiladi. Aktyorlar o'z rollarini shunchalik tabiiy ijro etishadiki, ularni kuzatarkan haqiqiy hayotni ko'rgandek bo'lasan. Serialda qahramonlarning ichki o'zgarishlari alohida ta'sirli. Rangini yo'qotgan yuraklar asta-sekin nur topadi, umid uyg'onadi. Rangsiz gullar yana bir bor eslatadi. Eng xira gul ham issiqlik topsa, albatta ochiladi. Shu sababli bu asar yurakni ilituvchi, hayotga ishonch baxsh etuvchi haqiqiy san'at namunasi.